Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ustalar davom edimi degan savollarga javoblar. Birinchi sherigimiz mana do'stimiz, yaqin do'stimiz zina yoki mana shu g'ishdan chiqaradigan yangi obyektlar bo'yicha mutaxassis bo'ladi. Bu do'stimiz tunikafonchi bo'lib, tunika bo'yicha qandaydir tushunmagan yoki laboga tunika qoplash xizmatlari bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu do'stimiz shlaka blok yoki bir qandaydir g'ishtdan qandaydir gullar noldan patkulish topshiradigan usta shu bo'ladi. Mana yana cho'g'di bo'yida ustakalar o'tirishibdi. Bu ustakalar bilan azlash bo'lmaydi. Birinchi ustamiz Atachento, Marmarino, 3D travertinchi bo'ladi. Ikkinchisi noldan patkulish topshiradigan yangi ustamiz, yangi ishlarni topshiradigan. Uchinchi ustamiz svarka ishlari bo'yicha O'zbekiston bo'yicha nomer 1 usta bo'ladi. Mansarda yoki qandaydir antiqa tomlar bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Bu tarafda yana yangi ustalarimiz bor. Ustalarimiz tajribasi ko'p, lekin yangi obyektlar boshlaydigan hozir eng tajribasi ko'p. Bu deyarli bir 10 yildan beri bu yog'och usta bo'lib, bu do'stimiz yog'och bo'yicha deyarli xohlagan turdagi bir fason tomlar yoki bir gipsokarton, zina farqi yo'q. Telefon qilaverasizlar. Kim qanday usta kerak bo'lsa, mana shu kommentariyaga yozsalar, srazu o'sha usta nomerini beramiz. Короче, ustalar damda. Biz qattaligimizni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Perovaldamiz. Bugun hayit bayrami bilan toqqa chiqib, ustakalar, sinfdoshlar, hammamiz bir hunar egalari. O'zimiz shu vaqtdan ko'rinma, qasomma qandaydir shu vaqt bo'yicha bemalol telefon qilaverasizlar.